Qanday qilib insoniyat tarixidagi eng qudratli va eng uzoq yashagan imperiyalardan biri, qadimgi Rim imperiyasi, butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin? Bu savol tarixchilarni hamon o'ylantiradi. Chunki Rim imperiyasi bir kunda qulamagan. U asta-sekin ichidan yemirilib, tashqaridan bosim ostida parchalanib ketgan. Bugun biz Rim imperiyasining yo'q bo'lish sabablarini aniq va tasniflangan holda ko'rib chiqamiz. Ichki iqtisodiy inqiroz. Rim imperiyasi juda katta hududni boshqargani uchun iqtisodiy yuk ham juda og'ir edi. Soliqlar haddan tashqari oshib ketdi. Oddiy xalq kambag'allashdi. Pul qadrsizlandi. Savdo yo'llari zaiflashdi. Natijada davlat ichida iqtisodiy tizim buzila boshladi. Eng katta muammo shunda ediki, imperiya juda katta edi, lekin iqtisodiy boshqaruv eski tizimda qolib ketgan edi. Siyosiy beqarorlik va hokimiyat kurashi. Rim imperiyasida eng xavfli muammolardan biri hokimiyat uchun kurash edi. Imperatorlar tez-tez o'zgargan. Fitnalar va davlat to'ntarishlari ko'paygan. Harbiy qo'mondonlar hokimiyat uchun kurashgan. Ba'zi davrlarda Rimda bir yil ichida bir nechta imperator almashgan. Bu esa davlatni ichidan sindirdi. Korrupsiya va davlat tizimining buzilishi. Vaqt o'tishi bilan Rim boshqaruv tizimi zaiflashdi. Amaldorlar poraxo'rlikka berildi. Qonun adolati yo'qola boshladi. Davlat manfaatidan ko'ra shaxsiy manfaat ustun bo'ldi. Natijada xalq va davlat o'rtasidagi ishonch yo'qoldi. Harbiy tizimning zaiflashuvi. Rim imperiyasi avval kuchli armiya bilan mashhur edi. Lekin keyinchalik Rim fuqarolari urushga kamroq qatnashdi. Yollanma askarlar ko'paydi. Sodiqlik pasaydi. Yollanma askarlar Rimni himoya qilishdan ko'ra pul uchun ishlardi. Bu esa imperiyaning eng muhim tayanchini zaiflashtirdi. Tashqi bosim va bosqinlar. Rim imperiyasi chegaralariga turli qabilalar bosim o'tkaza boshladi. Gotlar, Vandallar, Hunlar. Bu qabilalar asta-sekin Rim hududlariga kirib bordi va shaharlarni bosib oldi. Rim endi bir vaqtlar bo'lgani kabi yengilmas emas edi. Imperiyaning ikkiga bo'linishi. Rim imperiyasi keyinchalik ikki qismga bo'lindi. Garbiy Rim imperiyasi, Sharqiy Rim imperiyasi, Vizantiya. Garbiy qism iqtisodiy va harbiy jihatdan ancha zaif edi. Aynan shu qism tezroq qulashga yuz tutdi. Katta hududni boshqarish muammosi. Rim juda katta hududni egallagan edi, lekin aloqa sekin edi. Qarorlar kechikadi. Chegaralarni nazorat qilish qiyinlashdi. Bu esa imperiyani boshqarib bo'lmaydigan darajaga olib keldi. Rim imperiyasi uzoq vaqt qo'rquv va kuch orqali boshqarilgan edi. Lekin vaqt o'tishi bilan xalq noroziligi oshdi. Isyonlar ko'paydi. Davlatga ishonch yo'qoldi. Ichki birlik buzilgach, tashqi dushmanlar uchun eshik ochildi. Qadimgi Rim imperiyasining qulashi insoniyat tarixidagi eng muhim va eng katta saboqlardan biridir. Chunki bu voqea bitta jang, bitta imperator yoki bitta urush bilan emas, balki uzoq yillar davomida yigilib borgan ichki va tashqi muammolar natijasida sodir bo'lgan. Rim imperiyasi o'z davrida dunyoning eng qudratli siyosiy va harbiy kuchi edi. Uning qonunlari, boshqaruv tizimi va harbiy tartibi butun Yevropa va undan tashqariga ta'sir ko'rsatgan. Ammo tarix shuni ko'rsatadiki, hatto eng mustahkam ko'ringan tizimlar ham ichkaridan zaiflashsa, tashqaridan zarba shart emas, ular o'z-o'zidan yemirila boshlaydi. Rim imperiyasining eng katta muammosi uning haddan tashqari kengayib ketganida edi. Hudud kattalashgani sayin uni boshqarish qiyinlashdi. Markaziy hokimiyat uzoq viloyatlarni to'liq nazorat qila olmadi. Natijada boshqaruv sustlashdi, qarorlar kechikdi va tartib buzila boshladi. Iqtisodiy tomondan ham vaziyat og'irlashdi. Soliqlar oshdi, pul qadrsizlandi, savdo yo'llari zaiflashdi. Oddiy xalqning hayoti tobora qiyinlashib bordi. Bu esa norozilik va ishonchsizlikni kuchaytirdi.
Davlat esa bu muammolarni hal qilish o'rniga ko'proq soliq yegish va harbiy xarajatlarni oshirish yo'lini tanladi. Bu esa muammoni yanada chuqurlashtirdi. Siyosiy beqarorlik Rim imperiyasini ichidan sindirgan eng muhim omillardan biri bo'ldi. Imperatorlar tez-tez almashib turdi, ba'zida esa hokimiyat uchun ochiq kurashlar va fitnalar yuz berdi. Har bir yangi hokimiyat o'zidan oldingisini yo'q qilishga harakat qilgani uchun davlat tizimi barqarorlikni yo'qotdi. Korrupsiya ham imperiyaning yemirilishida katta rol o'ynadi. Davlat amaldorlari va yuqori tabaqa vakillari o'z manfaatini ustun qo'ya boshladi. Adolat va tartib zaiflashdi, qonun esa hamma uchun teng ishlamay qo'ydi. Bu esa xalq va davlat o'rtasidagi ishonchni butunlay yemirdi. Harbiy tizim ham asta-sekin o'z kuchini yo'qota boshladi. Rim armiyasi avval faqat o'z fuqarolardan tashkil topgan bo'lsa, keyinchalik yollanma askarlar ko'paydi. Ular Rimga sodiq emas edi, faqat pul uchun xizmat qilardi. Bu esa imperiyaning eng muhim tayanchi bo'lgan armiyani zaiflashtirdi. Shu bilan birga tashqi bosim ham kuchayib bordi. Gotlar, vandallar, hunlar kabi qabilalar Rim chegaralariga hujum qila boshladi. Zaiflashgan imperiya bu bosimga bardosh bera olmadi. Bir vaqtlar qo'rquv uyg'otgan Rim armiyasi endi o'z hududini to'liq himoya qila olmay qoldi. Eng muhim burilishlardan biri Rim imperiyasining ikkiga bo'linishi edi. Garbiy Rim imperiyasi iqtisodiy va harbiy jihatdan zaifroq bo'lib qoldi. Sharqiy qismi esa alohida rivojlanishni davom ettirdi. Aynan Garbiy Rim imperiyasi tarix sahnasidan birinchi bo'lib yo'qoldi. Milodiy 476-yilda Garbiy Rim imperiyasining oxirgi imperatori taxtdan tushirilishi bilan bu buyuk imperiyaning yakuniy sahifasi yopildi. Lekin bu jarayon bir lahzada emas, balki 100 yillar davomida asta-sekin sodir bo'lgan. Rim imperiyasining qulashi bizga juda muhim xulosa beradi. Eng kuchli davlatlar ham ichki zaiflik, adolatsizlik, iqtisodiy inqiroz va siyosiy beqarorlik sabab asta-sekin qulaydi. Tashqi dushmanlar esa faqat allaqachon zaiflashgan tizimni yakunlab qo'yadi, xolos. Shu sababli Rim imperiyasi tarixda faqat bir imperiyaning qulashi sifatida emas, balki butun insoniyat uchun katta saboq sifatida qolgan. Bugungi dunyo ham Rim tarixidan bitta haqiqatni o'rganadi. Kuch faqat qurol va hududda emas, balki adolatli boshqaruv, barqaror tizim va xalq ishonchidadir. Shu asoslar saqlansa, davlatlar uzoq yashaydi. Aks holda esa tarix qayta takrorlanadi.